Hey, assalomu alaykum hammaga. Доброе утро. Ko'p gap yo'q bo'lishi kerak. Жить намного лучшего. Bunda qiladigan ishimiz tak полный mashina yechintiriladi. Обшивка yechaman. Adashmasam patolokni ham yechaman. Patolok shumka qilish kerak. 4 ta eshik shumka bo'ladi. Poli shumka bo'ladi. Eshik hozir yechsam remontga olib ketishadi. Salaskasi sinib ketgan. Gubka almashadi. Gubkasi teshilib ketgan umuman. Juda ham ayanchli ahvolda, juda ham. Qani gapirmasa ham bo'ladi. Hamma detallar kraskalanadi, tarpetkadan tashqari. Bar almashadi, chexol taqiladi. Gubkani ko'ramiz, agar o'xshasa заводской qilib chiqarib beraman. Просто naryoqda teshigi bor. Ko'ramiz. Markadan ko'rinar ekan kira. Stoyka. Mana shunaqa ahvolda. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz, charchamanglar.